155 ming deyishyotdi, kelib gaplashib 145 mingga ko'ndirib qo'ydi. Akalar mana shu xonadonimizni 145 ming dollarga olgan bo'larmiz. Uguloyda joylashgan 3,5 sotu. Yonida buni sherigi bor, ko'rib turibsizlar, bunisi 3 sotu. Uni ham narxini kelishtirib beraman deyishyapti. Mana fasadlar umumiy 32 metr bor, ya'ni 16 metr, 16 metrdan. Kadastrlar chiqqan tayyor. Men video davomida lokatsiyalarni ham aytib o'taman. Hozir ichkarini bitta sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Kir-urush ko'ring. Kir-urushdan xonaga o'xshatib qo'yganlar. Kir-urush juda ham chiroyli tapchanlari. Bu yoqqa televizorlarni qo'yib qo'ygan ekanlar. Akamiz mana shu chiroyli qilib choy ichib o'tirib, bu yoqqa mana konsertlarni ham qo'yib qo'yganlar. Как bitta xona bo'lganda, bu yoq eshikni bitta yopib qo'ysalar bo'ldi. Yozda muzdi, qishda issiqqina qilib o'tiradilar. Endi ichkarini bitta ko'rib chiqamiz. Mana kirganimizda bu yoq hol qismimiz, holimiz, ya'ni bu yerda mana zeleniy zona joy qolgan. Bu yerda bedalarni qanday qilib qo'yganlarini tak. Tepada bitta, bu yerda ikkita, pastda 3 ta, bu yerda 4 ta xonamiz, bu yerda yana ikkita xonamiz bor, 5-6 xonalarimiz. Bu yo'zinadan chiqiladi. Bu yerda umumiy sanuzel, umumiy yuvinish xonasi. Yonidiga ham xuddi shunga o'xshash proyekt, faqat u sal boshqacharoq. Uni ham kelib o'zingizlar ko'rib, narxlarini kelishib olsanglar bo'ladi. Chiqqanimizda 10 tarafga yuramiz, 200-300 metrdan keyin masjid keladi. To'g'riga mana ko'rasizlar, masjidni gumbazi ko'rinib turibdi mana. Xo'p, dalish ketadigan bo'lsa, Solnechniy Teshi ko'prigiga boramiz. Zangiota tumani Qahramon mahallasi bo'ladi. Qisqa men egara raqamini yozib qoldiraman, telefon ko'rasizlar. Shunaqa variantlarni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar.